Assalomu alaykum, Instagram orqali tuzumsizlar. Kimlardir o'zining ishini, biznesini qanchalargadir reklama qilyapmiz, o'zimizning ishimizni o'zimiz sizlarga reklama qilishga harakat qilib ko'rdik. Videoga gapirish oson emas ekan, noto'g'ri tushunmaysizlar kamchiliklarga. Demak, biz Yevro ustalarimiz и polpatolog qolaversa RZ sho'xlarini qilamiz. Xudo xolasa hozirgi ish jarayonimizni sizlar bilan tanishtirib boraman. Keyin dars yana davom etib ish jarayonlarimizni qo'yib ketmoqchimiz. Maqsadimiz xudo xolasa inshaalloh yaxshi kimgadir yordamimiz tegsa, xudo xolasa bizdan foydalansa, biz ham ulardan foydalanib, xudo xolasa o'rtada kelishuv bilan ish qiladigan bo'lsak, xursand, manfaatimiz tegsa xursand bo'lamiz. Demak, biz ish jarayonlarimiz rivojlanib ko'rsatasiz. Bu yerda oddiy layshonda hozir robotni tortib, sizlar robotni tortyapsiz. Xudo xolasa yana bir ish paketlari tortib, aboyga tayyorlab qo'yamiz. Ikkinchi kuni xudo xolasa bitta xonani tayyorlab, ikkinchi xonani ham tayyorlab bo'lamiz. Xudo xolasa bugun kechgacha bu yerlar ham hamma yer travertin bo'ladi. Patologlarimiz bor, u xonamizda ichi bor. Bu yerlar ham hamma yer travertin bo'ladi. So'klarimizni ham tayyor holatga keltiryapmiz. Do'ldirmoqlar bilan simlarimizni tortib, tayyor holatga keltirib qo'yganmiz. Endi antisollarni surtab, sho'riga qarshi bera olsak, xudo xolasa ertadan so'klarimizni ham boshlaymiz. Qo'lni tanib. Qo'lni qo'yamiz. Olaysan? Bana bir taklif etarsa böyle tayyor. O'zini bitgan. Do'ldirlarimizdan yaxshi sifatli videolarimiz kimgadir manfaatli bo'lsa, biz xursand bo'lamiz.